Dexametazon qancha miqdorda qilinadi? Dexametazon degan gormonimiz bu RDS deymiz, respirator distress sindromida profilaktika qilish uchun qilinadi. Respirator distress sindrom deganimiz chala bolalar tug'ilganda, shu 34 haftagacha bo'lgan chala holatda tug'ilganda bolalar o'pkasida surfaktant yetishmaydi. Surfaktant yetishmagandan keyin nafas chiqargan paytda o'pka alveolalari bir-biriga yopishib qoladi. Surfaktant mana shuni yopishib qolishini oldini oladigan modda. O'sha chala bolalarda shu surfaktant yo'qligi sababli ham nafas ololmay qoladi. Bitta nafas chiqaradi, shu bilan nafas ololmaydi qaytarib. Mana shuni oldini olish uchun dexametazon qilinadi. Bola chala tug'iladigan bo'lsa, ya'ni qachonki chala tug'ilish ehtimolligi yuzaga kelsa, erta tug'ruq xavfi bo'lishi mumkin yoki qon ketib qolishi mumkin. Qon ketadida biz nazoratga qo'ya olamiz. Ya'ni qon miqdori ko'p bo'lmasa, o'sha paytda kuzatuvga olamiz, dexametazonni qilib qo'yamiz. Yoki suv ketib qolsa ham 95% holatda tug'ruq bo'ladi. Chala holatda, ya'ni 34 haftadan oldin suv ketib qolsa, dexametazon qilish kerak. Endi qilganda ham ko'p miqdorda qilinadi. Shuning uchun ko'pchilik ayollar qo'rqib ketadi. Ya'ni birdaniga ko'p dexametazon qilinganiga bu 2 sutka davomida 24 mg dexametazon qilinadi. Ya'ni bitta qilganda 6 mg dan qilinadi. Bu 1,5 ampulaga teng. Har 12 soatda 4 marta 6 mg dan, ya'ni 1,5 ampuladan har 12 soatda 2 sutka davomida qilinadi. RDS yoki respirator distress sindromida oldini olish uchun mana shunaqa dozada qilinadi.